Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Xo'ix va bugungi videomizda bizani o'yindan standoffga ketayotgan Empire, Case va Box haqida gaplashib o'tib ketamiz. Ya'ni hamma biladi yoki ko'plab bilmasligi mumkin. Empire Case bizada magazinni olib tashlashmoqchi. Mana post turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Razrabochiklarning o'zi post qilgan va mana magazinda ko'rishingiz mumkinki, aksiya turibdi. Uni hammasi ikkita железобетонный imzani vaqtlarimizda bor. Empire Case ketishiga. Empire Case ketgan hisobiga bizda narxlar juda oshib ketadi. Ana o'shaning uchun bugungi videoda sizlarga o'sha haqida gapirib o'tib ketaman. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Videoga like bosib qo'yinglar va Telegramda hozir konkurs ketyapti. Qatnashishinglar mumkin. Uning uchun kanalimning shapkasidagi Telegramga o'tasizlar. Va ana o'sha yerda standoff degan joy bor. O'shani bosib, kanalimga o'tib, rozыгрышda qatnashasizlar. Mana bunaqa chiroyligina AKR-dan 4 ta nakleykali rozыгрыш bo'lyapti. 23-mart kuni tugidi. Qani bo'lmasam cho'zib o'tirmaymiz. Videoga ketdik. Arzon g'alla kerak, lekin qayerdan olishni bilmayapsanmi? Unda senga Xo'ix shopga taklif qilaman. Bu g'alda magazin endi ochildi va narxlar hozir eng skidka vaqtida. Agar senga katta summada yoki har qanday summada galda kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol kanal shapkasiga o'tib, Telegram kanaldan galda sotib olsam bo'ladi. Hammasi tez, arzon va eng muhim ishonchli. Xo'sh, ana o'sha Empire kolleksiya haqida hozir ko'rsatib o'taman. Mana o'zim ko'rishingiz mumkinki, Empire boxdan ancha-muncha sotib olganman. Ya'ni bu 23 ta. 23 ta mana masalan, hozir ham Empire box'i olsak bo'ladi. Empire box unaqa qimmat turadi deb o'ylamayman bu kolleksiyada. Esingizda bo'lsa, bizda Sharp kolleksiya chiqqan oxirgi marta va Sharp box hozir 15 galda, Peak'da 19 galda turgan. Lekin Empire bu balandlikka chiqa olmaydi, chunki uni уже hozir igroklar ko'p va bu Empire oladigan odamlar ham ko'p. O'shaning uchun Empire box unaqa qimmat turmaydi. Skilllarga keladigan bo'lsak, skilllardan men sizlarga hozir eng katta maslahat beradiganim bu AVM Elevation. AVM Elevation hozir 0.67 galda turibdi va bu 0.70 gacha eng zo'r narx. 0.70 gacha bemalol 1000 talab, xo'j 10,000 talab ham olsanglar bo'ladi. Va shu o'rinda aytib ketish kerak, AKR skill. AKR skill o'zim men oxirgi marta oxirgi 50 ta kalashimni 1 galdadan olganman va hozir qarasam 90 kopeykadan bu ancha 100 ta skinga 10 galda ancha-muncha farq qilar ekan. Mana masalan Empire o'zim bu inventarimda qo'ysam, mana 23 ta box, bitta bu o'zim o'ynashim uchun buni men 200 galdaga pas bozorga chiqqan payti olganman. Va Kitsune buni ham ko'rgan bo'lsanglar, narxi chiqib ketdi, 4 galdaga, 5 galdagacha chiqib ketdi, lekin qaytib tushdi. Ana o'shaning uchun men olmaganman, lekin qarasam hozir yana tushyapti narxlar. Eng zo'r payti sotib olishdi. Hozir filtrga masalan biz kalash qo'yadigan bo'lsak, mana kalashlarim menda 113 ta, mana tepada o'ng tarafda ko'rishingiz mumkin. 113 ta Empire kolleksiya 334 ta. Xo'sh, bularning ichida nakleykalilar ham bor. Men bularni nakleykalilarni 2 galdadan olganman, hozir 140. Eng zo'r vaqtida olman sizlarga sotib olish uchun. Narxi mana endi 96 ga tushdi. Endi bu sekin obnovleniya chiqquncha tushiradi, o'zingizlarga qaraysizlar-da. Narxi sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol sotib olishingiz mumkin. Xo'sh, endi bu kolleksiyadagi qolgan skilllarni ham gaplashib o'tib ketamiz. Masalan, perchatkalar punk. Obnovleniya chiqadi degan payti, to есть case ketadi degan payti bu punk perchatkalar 2,5 galda turadi. Lekin hozir ko'rishingiz mumkin 1850, zaproska bo'lsa 1650 ga tushib ketgan. Va bu hozir yomon narx emas. Agar sizlar uzoq vaqtga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni hozir taqib turasizlar, 1 yildan keyin 3000, 4000 galdaga sotib olmoqchi bo'lsangiz. Ko'p galdalar bo'lsa, sizlarga maslahatim Statrek AVM Boom bilan Statrek M4A1 Bubblegum.
Xameleonlar, Yusuf Xameleon, Digl o'ruvchilar unaqa katta X bermaydi. Mana bu kamonkalarga qaraganda. Chunki qaranglar. Digl o'ruvchi masalan 157 turibdi. Buni 300 turish uchun 1,5 yil ketadi. Lekin Case bozorga chiqishi bilan yarim yilda mana hozir 0.8 turibdi. Sharp Pen ko'ramiz. 0.20 eng arzoni. Mana 0.39 ligi ham bor. Bu 0.04 turgan. Ko'rishingiz mumkinki, bu 10x beryapti. Ya'ni Marskindan 1000 ta olib qo'ygan yaxshi. Mana bu Empire kolleksiyadagi bitta o'richi olgandan ko'ra maslahatim sizlarga. O'zim ham shu usulni ishlatdim. Xo'sh, kamonkalarni mana shu ikkitasi mana bu ayniqsa yaxshi narx turibdi. Olishga maslahat beraman. M4 unaqa o'smaydi degan umid. O'smaydi degan umiddaman. Keyinchalik uni sotsa bo'ladi. Lekin Kalash bilan AVM yaxshigina o'sadi. AVM mana podshotlarimga ko'ra, hisoblarimga ko'ra 3 galdadan 5 galdagacha turadi yil oxirida va Hacker Skill 5 galdadan 7 galdagacha turadi yil oxirigacha. Va bu hozir agar sotib olsangiz juda katta sizlarga investitsiya bo'ladi. Xo'sh, maslahatim 4 ta nakleykalar bilan olib qo'yinglar. Juda zo'r va rozыгрыш haqida unutmanglar. Akarnani mana 4 ta nakleykali. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar.